Assalomu alaykum hammaga. Muslim Chorva kanali uchun maxsus video tayyorlayapmiz. Qirg'iziston Respublikasidan kelgan Faruda bo'zagimiz bor bitta. Buqacha bo'ylari 1.15 atrofida. Molimizni tik yanim-ke olyapti bu. Video qildirmayapti mana. Faruda bo'zak ola-qora Qirg'izistonda o'tgan bir yashur bo'lib tuzaldi. Bu davoladik, kasal mol sotmaydi deb. Mana endi mana irg'i beryapti menga. Mana molni o'ta sifati joyida. Mol buqa, короче. Buqa bo'lib qolganda buqa. O'sha anaqa bo'zak emas, anaqa haligi sistemli bo'zak emas, go'dak emas bu. Katta bo'zak. Katta mana. Ko'ryapsizlar akalar, molni qomati zo'r. Tik, hush. Mol o'ta yaxshi holatda turibdi. Tashqariga chiqib olaman ekan men bu bilan. Bo'lmaydi ekan. Mana molni o'ta sifatlik. Tani toza bo'zak. Kimda kimga yoqadigan bo'lsa, buqamizning narxi, hammasining narxi 15,5 million so'm kami bor. Buqa Faruda o'ta joyda. Просто yashur bo'lib tuzaldi akalar. Mol yana ham semiz edi bundan ham. Hozir ham yaxshi edi, bundan ham semiz edi mol. Hozir ozibroq qolgan molimiz. Mana kelyapti, ko'ryapsizlar. Molimiz hamma yo'g'i joyida, shoxlari kalta, butun. Juda zo'r holatda molimiz. Kimda kimga yoqadigan bo'lsa, xolasin Muslimbekni o'ziga, Muslim Chorva blogerni o'ziga murojaat qilsin. Xolasin bizga murojaat qilsin. Muslimbek bilan birga olib o'tib kelardik. Shu molimiz ashunda yashur bo'lib qolib ketib qolgan edi-da, kanalga qo'yganmiz. Esinglarda bo'lsa, Javlon o'ziga qo'yganmiz 35 ta molni. Shundan mana shu qolib ketgan. Buni chiqarmaganmiz buni videoga. Mana birinchi marta chiqyapti bu. Mana. Mol o'ta yaxshi, tanali. Bu Batkindan kelgan mol. Batkin, Talas, Batkin emas, Talasdan kelgan mol. Mol Talasdan tushgan. Mol Talasning moli. O'ta zo'r holatda mol. Kimda kimga yoqadigan bo'lsa, qirg'iz mol olaman degan ishqiboz bo'lgan bo'lsa, olib maza qiladigan mol, akalar. Olib maza qiladigan. Buni maqtash emas, boshqa emas. Hozirgi kunda bozorlarga chiqsanglar, Qashqadaryo, Surxondaryoda molni olib kelib turib, qirg'iz mol deb sotib qo'yishyapti. Bunaqa emas bu. Original. Original qirg'iz mol. Hamma yo'lda ham haligi naqasi bo'ladi-yu, haqiqiy qirg'iz mol mana. Mana molni ko'ringlar, tanalarini mana, orqalarini ko'ringlar mana. Mana hamma yo'g'i joyida mol. Bitta ham bir xatolik yeri yo'q molda. Ideal holatda. Faqat shu aybi shu o'sha paytda yashur bo'lib qoldi. Shuni sota olmadik molni. Sotsak bo'lardi, qo'ysak bo'lardi internetga shu paytda ham. Faqat haligi pul sana berayotgan odamga halol bo'lish kerak-da, toza bo'lish kerak.